Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga Nol Plaza dori vositasi haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Demak, do'stlar, Nol Plaza dori vositasi farmakoterapevtik xususiyatga ko'ra, ya'ni ta'sir etishiga ko'ra, oshqozonda, ya'ni kislotallikni pasaytiruvchi dori vosita bo'lib hisoblanadi. Endi do'stlar, u ya'ni qanday holatlarda qo'llanilishi haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, birinchi holat bu jig'ildonning qaynashida qo'llaniladi. Ikkinchi, gastroezofageal ya'ni reflux ya'ni kasalligida. Bu degani do'stlar, oshqozonda ishlab chiqarilgan o'sha kislota, demak qizil o'ngachga ya'ni tushishi natijasida kelib chiqadigan ya'ni holat, ya'ni achishish, og'riq ya'ni bilan kechuvchi holatga demak qo'llaniladi. Uchinchi, demak oshqozon va 12 barmoqli ya'ni ichakning yarasida. Bilasizki, mana shu oshqozon va 12 barmoq ichak yarasida kislota ko'payib ketadi. To'rtinchisi, erroziv ya'ni gastritda, ya'ni oshqozon devorida yallig'lanish va qizarish ya'ni bo'lgan holatda qo'llaniladi. Va bundan tashqari siz uzoq ya'ni vaqt, masalan, yoshi katta onaxon, otaxon bo'lsangiz, oyog'ingiz yo belingiz og'riyapti, to'g'rimi? Siz og'riq qoldiruvchilarni ichyapsiz, paracetamol ichyapsiz, diklofenak olyapsiz, ibuprofen olyapsiz yo boshqa atsefenak yoki shunga o'xshash masalan og'riq qoldiruvchi uzoq vaqt oldingiz. Mana shu og'riq qoldiruvchi dorilar do'stlar, hurmatli kanalimiz obunachisi, oshqozoningizda masalan yara yoki boshqa holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Demak, mana shunday yana holatda Nol Plaza dori vositasini ya'ni qo'llasa bo'ladi. Bundan tashqari Helicobacterium ya'ni pylori ya'ni bakteriyasini davolash maqsadida antibiotiklar bilan birga ishlatiladi. Endi do'stlar, ushbu dori vositasini qabul qilish usuli va dozalari haqida ma'lumot berib o'tay. Demak, mana shu dori vositasini qabul qilishdan avval siz terapevt yoki gastroenterolog, ya'ni mana shu oshqozon ichak bilan ya'ni bog'liq shifokor bilan ya'ni maslahatlashib, uni ko'rigiga borib, zond yutib, o'zingizda qanday ya'ni muammo bo'lsa, o'shani ya'ni ko'rigi tavsiyasi va aytgan dozalariga asosan ichishingiz kerak. Demak, do'stlar, ushbu dori vosita demak ikki xil ko'rinishda chiqadi. Demak, ko'rib turibsizki, 20 milligramlisi va uni ya'ni bor 40 ya'ni milligramlisi bor. Demak, buni shifokor sizning ya'ni holatingizga qarab belgilaydi. Demak, siz ushbu dori vositani odatda ertalab nonushta qilishdan oldin ichasiz. Demak, tabletkani butunligicha ya'ni suv bilan yuting va chaynamang, hech qanday ezmang. Demak, kuniga bir marta ichasiz. Tushundingizmi? 20 milligramli shifokor belgilasa o'shani yoki 40 belgilasa 40 ichasiz. Ya'ni milligramlisini bitta tabletka, bir kunda bitta. Do'stlar, davolash muddati odatda 2 haftadan ya'ni 2 oygacha ya'ni kasallikning turiga qarab davom etadi. Demak, siz shifokor ya'ni buyurgan ya'ni dozada ichishingiz kerak. Qaytarib aytaman. Uzoq muddat ichish ham mumkin, lekin bu faqat nazorat ostida amalga oshiriladi. Tushundingizmi? Demak, siz nimalarni yana qo'shimcha ravishda bilishingiz kerak. Do'stlar, agar siz tabletkani ichishni unutib qo'ysangiz, ya'ni keyin esingizga tushib qolsa, masalan, kecha ichmadingiz, bugun ya'ni ichishingiz esingizga tushib qoldi. Demak, kecha va bugunni korreksiya qilib, ikkita ichsam menga foydali ta'sir ko'rsatadi deb o'ylashingiz mumkin. Xato. Siz kecha esingizdan chiqdimi? Demak, bugungisini bitta ichasiz, tamom. Ikkita ichish ya'ni mumkin emas. Demak, ikkitani birdaniga hech qachon ichmang. Va dori ichishdan ya'ni keyin do'stlar, darhol yotib olmang. Sal yuring, u yoq bu yoq qilib, ya'ni mashq qiling. Va bundan tashqari, agar sizda og'izda qon aralash qusish, qora najas yoki vazn yo'qotish yoki bo'lmasam ovqat yutish qiyinligi ya'ni bo'lsa, darhol shifokoringizga murojaat eting. Va bundan tashqari, ushbu dori vositasini qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar bor. Jigar yoki buyrak ya'ni kasalligining og'ir davrlarida va 12 yoshgacha bo'lgan bolalarda va homiladorlar va emizikli ayollarda qo'llash tavsiya etilmaydi. Agarda qo'llash kerak bo'ladigan bo'lsa, demak shifokoringiz o'zi sizning ya'ni holatingizga qarab dorini ya'ni homilador yoki emizikli bo'lsangiz belgilashi mumkin. Tushundingizmi? Shuning uchun buni homilador yoki emizikli bo'lsangiz o'z boshimchalik bilan aptekadan sotib olib, jig'ildon qaynayapti ekan, u bo'lyapti ekan, oshqozon og'riyapti ekan deb icha ko'rmang. Tushundingizmi? Birinchi navbatda shifokor tavsiyasi siz uchun juda ham ya'ni muhim hisoblanadi. Bundan tashqari do'stlar, mana shu dori vositani tarkibini ko'ryapsizlar, pantoprazol hisoblanib. Demak, mana shu pantoprazolga nisbatan, ya'ni tarkibiga nisbatan sizda allergik ya'ni reaksiya bo'lsa, qo'llash tavsiya etilmaydi. Endi do'stlar, mana shu dori vositani ichgandan keyin
yon ta'sirlari ham, nojo'ya ta'sirlari ham bo'lishi mumkin. Hamma dorida ham bo'ladi. Masalan, boshingiz ozgina, ya'ni og'rishi yoki ozgina aylanishi mumkin. Yoki uyquchalik, holsizlik, terida ozgina toshmachalar yoki qichishish ham paydo bo'lishi mumkin. Lekin bular juda ham, ya'ni kamdan kam holatda uchraydigan, ya'ni belgilar, ya'ni hisoblanadi. Yana bir narsani aytib o'tay. Demak, siz uzoq vaqt mana shu dorini ichadigan bo'lsangiz, demak, sizda, ya'ni 1 yildan ko'p ichadigan, 2 yildan ko'p ichadigan bo'lsangiz, organizmingizda vitamin B12 kamayib ketishi mumkin. Va undan tashqari suyakning sinishi, ya'ni xavfi biroz oshadi. Shuning uchun kalsiy va vitamin D bilan birga qo'llagan afzal, yoki bo'lmasam mana shuni do'stlar kamroq, ya'ni ichishingizni tavsiya beramiz. Buni yillab, ya'ni ichishga, ya'ni bo'lmaydi. Tushundingizmi? Agarda yillab ichadigan bo'lsangiz, tepadagi aytgan holatlar kuzatilishi mumkin. Va bundan tashqari ayrim hollarda magniy miqdori ham kamayadi. Bu holat esa sizda mushaklarning tortishiga, yurak, ya'ni urishining o'zgarishiga olib keladi. Shunday qilib do'stlar, Nol Plaza dori vositasi haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarning sog'ligini asrang. Salomat bo'ling.